Assalamu alaykum. Bütün dünyadaki barlık qarindaşlarım ve farzandlarim, mening xalqim. Ben bugün sizlar bilan yana ekranda didar ko'rishga to'g'ri keldi. Chunki mush oila inqilobi, xalq inqilobi Türkiye'de o'zining ushqinini bütün dünyaya çaştı. Mesela bir yıldan beri, 2 yıldan beri Alimcan başçılığında bir top yaşlar bu aile inqilabını başlagandı. En ahırda bular to'xtamay menish neticesinde hazır teşkilatlarmı, xalqmı, ayollarmı teşkillenip her günü bu aile inqilabını özünün urug' tuqqanlarini, balllarını, akıllarını, fikirlerini izlep ko'chaga chiqyapti. Bunun neticesi dünyada nayt zor oldu. Bütün dünyaya xuddi 10 qahramonimiz, mush 5 qahramonimiz lagerda yetip çıkan kız oğul qahramonlarimizning bütün dünyanın orunda kopurup hakikatini paş kılıp bütün dünyanı matbuatını, siyasetçilerini orunda dest turg'izgandek mushning oqidan bunun kam yerini to'liqlab bu aile xalq inqilabı dünyanı zilzilga akeldi. Mesela Amerika'da kanun ma'qullashdan burun Uyghur Amerika uyushmasining yetakchiligidagi xalq harakati, Kaliforniyadagi paharlar yetakchiligidagi, Maysamlar yetakchiligidagi xalq harakati bütün Amerika Kongress senatorining ichida oylanib, o't yiqib bizning qonunimizning ma'qullanishida zo'r asos solgandek bu qitim bu oila inqilobi, oila namoyishi, har qanday bir oila o'zining urug' tuqqanlarini faqat mening oilamni qo'yib bergan izlash bu nayt kichik narsa emas, nayt zo'r dunyoda bütün ailesi tuqqanlari uchun jur'at qilolmayotganlarning hammasini uydan ochiqdi. Hammasi men tuqqanlarimni izlasam bo'ldi ekan dedi. Ras, siz tuqqaningizni izlamasınız, mush oilangizdikini qutqizmasınız, siz hech qanday o'zingizni adam qatoriga hisoblamang. Siz uyda o'tirib olib, mening tuqqanim ketgandi, ma tuqqanim ketgandi, uyaga chiqsam bo'lamdi, bo'lmamdi emas. Ash tuqqaningizni izlagan vaqtida siz shu oilaga yuz kela olasiz. Siz ailengizni qutuldura olasiz. Sizning tuqqaningizni siz izlamasınız, u tuqqaningiz g'oyib bo'ladi, o'lib tugaydi. Mat izlamaydi ki öldürüp etsem buldu iken, yürügünü öpkisini setip etsem buldu iken deydi. Şunun için aile inkılabının alaydılığını, zürüllüğünü bütün dünya bilgen yerde ve siz mi bilin? Her bir hazır ailesi için gep kılmay, indimay, yetip ağalla zat atın. Çıkın ma inkılapka. Bana dünyanın hem yeri de bu aile inkılabı, ailesini izlevatkan, balısını, aksini, tukkunu için lagerdakilerini qutulduruş, turmadakilerini qutulduruş ne? Özünün vazifesi kılıp, aldı bilen inqilablı ailesinden başlap, vatanperverlikini, vatanga çeçivatkan halkımızın hareketi, dünyanı turguzgandek, bütün dünyadaki, Türkiye'deki hareketler, bütün dünyadaki, Avrupa'daki, Avustralya'daki, Kanada'daki, Amerika'daki Uyghur qarindaşlarını mı ders orundan turguzdu. Bana bugün Uyghur Amerika uyuşmasının yetekçiliğinde net günlük aile inqilabını qo'llash ve has qo'shish hem shularga o'zining shuarini birlashtirish hem Xitoyga sesini bir signal berish hem mush Amerikadagi o'z oilasi uchun kurash qilolmayotgan turayotganlarga ko'rik o'rin sepirish uchun bular Uyg'ur Amerika uyushmasining tashkillagan namoyish mana bo'lyapti Washingtonning ichida. Endi davomli bu davomlashadi. Qarindoshlar, aile inqilobini qo'llayotgan Turkiyadagi tashkilotlarga rahmat. Mesela Setim Türk Kayseri'den hem Kayseri'de hem İstanbul'a hem Ankara'da degandek jürüp sözlep jürüp onu yeteklep bunu açık vardı. Mınlıgan ayalla erle birle çıkmadı. Kösen efendim Ankara'da aşmış Alimcan ballarının grupsu bilen birle Ankara'da yaş ballar bilen yeteklep o igi çıkıp uyardı toxtumay namaş çıkmadı. Burhan İstanbul'da tosal işkanda tosalgılar, yağmur, kar, şıvırganға qarmay bu yerde yeteklevatıdı. Rahmet yetekçiler sizlerge. Hem ayallar içinde toxtumay, ben her günü ayallarga telefon vermem. Her günü Ruşen Karvan'daki ayalların yetekçiliğinde bu Türkiye'deki namayış her günü de yağmur, kar, şıvırgan demey ailedeki tukallarını kutuldur için ayallar, analar çıkmadı. Rahmet sizlerge. Analar, kızlar, ayallar, hemminlarning mush japağı çıdap nöbet bilen çıqqanlarınla Ayşe kızlarımız hemminlar mush işlerini
epirvatsizlar. Bunun içinde hamma tashkilotning odamlari bor. Hamma tashkilotning sirtidagi odamlar bor. Sizlarning bu harakatinglar dunyoni qanday qo'zg'avyotidi? Bugun uning natijasini ko'ryapsizlar. Kanada parlamenti Amerikaning oqidillar Kanada. Garchi uning hukumati hozir sesini bermay turgan bo'lsa-mu, parlamentdan Uyg'urning milliy qirg'inchilik qilganligi haqida qaror qonundan o'tdi. Parlamentdan o'tdi. Mana Kanada parlamenti turdi. Uning oqidan mana bugun Gollandiyadagi xo'sh xabarni anglatinglar. Gollandiya parlament Gollandiyada uzun yillardan beri mayli Sodiqjon bo'lsin, mayli Abdusalom bo'lsin, mayli Abdurim bo'lsin, mayli Maarif jamiyati bo'lsin, bütün tashkilotlarning o'rtaq kurash qilish natijasida bütün Kanadadagi xalqning aşı tayircanlarning mush bayroqlarini lapiltib Qissimistanda turib ketish natijasida qaranglar, qarindoshlar, Gollandiya Yevropada rekord yaratib, qonundan bizning irqiy qirg'inchilik deganni qonundan o'tkazdi. Bu xo'sh xabar. Ati Norvegiya, Germaniya, Shvetsiya, Avstraliya, Kanadalar o'tkazishi mumkin. Başqa yerlar Kanada o'tib bo'ldi-ku, hamma yerda o'tkazishi mumkin. Shuning uchun qolgan yerdagi qarindoshlarimiz bo'libmi Angliyada. Angliya hozir nayti bu ishda biroz oqida turyotdi. Mushu talash tatishga bütün Angliyadagi boshqa yerdagilarmi mush o'xshash to'xtamay parlament Tashqi ishlar ministri kishilik huquq tashkilotlarini ishtirib bularning oqidan ishtirib mushu qonunning jiddiy hamma yerdan sesini chiqarib Birleşken Devletler Teşkilatı'nı bu qitim Amerika'nın kirişiga ulgutib, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın aqidini ishtirib, berib lagerini üzül kesil taqtish, turumini üzül kesil taqtish, turumiga lagerdan kesib apırıvatgan günahsız ziyolilarimiz Abduqodir Jaloliddin, Qosim Sidiqdek şairlarimiz 20 yillab kesilib ketibdi. San'atkorlarimiz yüzligen jurt töylerdeki bizning esillerimiz, ovozlarimiz, nəhayət iqtidarlı xanım qızlarımız, yigitlerimizning hammasini turmadan qutuldirib chiqishimiz kerak. Ularda hech qanday gunoh yo'q. Bakadan lagerdan kesib apiribdi. Bularni qutuldirimiz, lagerini yo'q qilamiz. Azan qul qilib 20 yıldan beri aktivatkan, ben bugün bir sözümde söyledim. 7 yılın aldıda Xitay ülkeleriga azan qildim qanday o'tganligi haqida mening bergan deklaratim barkan. Buni shuni ko'rdim. 7 yılın aldıda irqiy qirg'inchilik deb bergan deklaratim barkan. Uni ko'rdim bugün haqlar avatib qo'yibdi ekan. 10 yılın aldıda Uyg'urlarning qanday qiynoqlarda, qanday o'ltaganligini yarasi turib to'g'riliq so'zlab ekanman. Uni Sharqi Turkistonning Sünni otonomiyasini itiraf xalqning itiraf qilmaydiganligi haqida so'zlab ekanman. Mana mushu narsalarning hammani ko'rdim. Demak, biz vatanimizni qutuldirish uchun oldi bilan o'zimizning tuqqanlarimiz ash lagerda yotganlarni qutuldira olsak, vatanimizni qutuldira olamiz. Biz cho'qim bir narsani unutib qolmanglar. Biz mustaqil bo'lmay bu o'limdan, bu qiynashdan, bu xorlikdan, bu zulmdan, bu haqoratdan qutulolmaymiz. Burundan tatip bizning ziyolilarimiz demdab kelgan, ba'zan siyosiy olurimiz demdab kelgan. Bu qitim birga o'tsak, avval ma xalqimizni qutuldirib olaylik. Anandan buning oqibati bu ish kelib qolar. Endi bunda kelib qolar, bo'p qolar, etib qolar, madora yo'q. Faqat biz davlatimizni qutuldirib chiqamiz. Faqat shu davlatning xo'jisi o'zimiz bo'lgan vaqtida biz bu haqoratdan, xorlikdan biz qutulamiz. Shuning uchun bu oila inqilobda avval urug'da qoldirganlarni qutuldiringlar qarindoshlar. U kurashni biz siyosiy yo'llar qilamiz. Biz mush bütün dunyodagi barliq namoyish mush qishqiro so'g'oqda, atiyozda, qor yomg'irda namoyish qilayotgan barliq qarindoshlarimizning urug' tiqqanlaridan qutulib pat fursat yaqin soat chiqishini Allohdan so'raymiz. Bütün dünyanın bizga oyoq turib bizni qutuldirishini Allohdan so'raymiz. Xitoyning bizni pat fursat yaqin soatda ozod qilishini Allohdan so'raymiz. Qarindoshlarim, sizlarga samimiy salom, oliy ehtirom, aytlikdagi bugungi namoyishga men chiqolmayman. Sabab men vaksina urdigan, mush vaksinasiga haftaga taloq chiqolmaydi ekanmiz. Shuning uchun men uyning ichida turib, bütün namoyishni ochqilayotgan dunyoning hamma yeridagi mush qonunni ma'qullatgan qarindoshlarim, oldingi safdagi qizlarim, bo'libmi lagerdan chiqqan
lagerga o'qituvchi bo'lgan mayli Gollandiyada o'qituvchi bo'lgan qizimiz bor ekan, yana birisi Fransiyada bor ekan. Amerika mush dunyoda o'rnidan qo'pirgan qahramonlarimizga samimiy salom, oliy ehtirom. Biz cho'qim g'alaba qilamiz. Men sizlarga uyda duo qilaman. Ham mushu kasallikki vaksinaning vaqti o'tganda menmi chiqib mushu namoyishlarda sizlar bilan birga bo'laman. Rahmat sizlarga.